Assalamualaikum arkadaşlar. Derslikimizni davomlashtirsak, biz editalni qo'zg'ataylik. Bu ben oldingi qitimliq darsimda qurib qo'ygan app. Endi biz appning ko'rinma yuzini tahrirlash mashg'ulotini ilib borsak, bu yerda text view'dan birisi bor ekan. Men bu text view'ning mazmunini o'zgartay. Text view'ning teksti mana. Tekstini biz xohlagancha kirgizib olsak bo'ladi. Masalan, men bu yerga assalomu alaykum deb kirgizib qo'ydim. Mana chiqdi. Endi bu yerga knopkadan birini qo'shay. Home deyinjadan Chongti Kongjen button. Mana. Knopka qo'shildi. Biz bu knopkaning cho'ng kichikligini layout width va layout height orqali tanishamiz. Wrap content degani o'zi nimaning mazmunning cho'ngligiga asosan cho'ng edi. Match brand qilsak butun betga to'lab, butun kengligi butun betga to'lab chiqadi. Masalan, shunday qilib boqaylik. Mana bet ma knopka butun chiqdi. Betga to'lab chiqdi. Endi biz buning ismini o'zgartiraylik. Knopka deb chiqdi. Endi buning tagligiga rang berish, background. Yensi deganda biz xohlagancha shu yerdan rang tanlab bersak bo'ladi. Knopkaning rangi o'zgardi. Endi ma tekstning rangini o'zgartirib boqayman. Qizil qilib qo'yay. Mana o'zgardi. Endi biz buning tagligiga rasm qo'shmoqchi bo'lsak, background degandan qo'shamiz yana. Tupian. Kenja. Amma rasmni qo'shib boqay. Mana chiqdi. Ma'ning kengligini men bunday qilib. Endi ma'ning yana o'ttirdan boshlab chiqish uchun biz ma'xaslikni tanishamiz. Top ustiga chaplashib o'ttirdan va yoki ostiga, so'lga, o'ngga o'ttirdan tek, o'ttirdan tekshi degan nimalar bor. Biz o'zimizning ehtiyojiga asosan tanishib ishlayotsak bo'ladi. Men ustiga chaplashib o'ttirdan chiqsin. Mana o'zgardi. Buning egizligini men o'zim xohlagancha tanishib qo'yay. Mana bu yerga yana text view'dan birini qo'shiladi. Ya'ni e-text'dan Home Tenja Benji что edit text. Endi buning biz xat rangini o'zgartirib boqaylik. Text color.
çıksın buldu. Bunun tegelik resmini renderlap verile. Qara çıksın. Şimdi biz xat kirgizib bakalım. Endi biz edit tekst'te bazı parol saldıgan işler olib qoldi. Shuning uchun biz bunun ko'rinish shaklini ekranga ko'rinsin desek, bu yerda men ko'rsatib qo'yay. Buni chekkandan keyin bu yerda bir xoslik bor. Input type kirgizish tipi. Bu yerdan biz vaqt va soat xohlagancha nomer qatorliqlarni kirgizamiz. Mana bu yerda nomer password. Nomerlar kirgizilib bo'lgan maxfiy nomer shaklidagi va yoki tekst shaklidagi har qanday xatni kirgizib bo'lgan. Masalan, men shunday qilib qo'yay. Endi xat kirgizib boqayman. Mana. Benim ko'rildi. Biz endi buni ustiga to'g'irlash mashg'uloti olib borsak, agar buni ustiga to'g'irlamoqchi bo'lsak, bu yerdan men ma'noga linear layoutdan birini qo'shay. Ya'ni ko'rimizni tahrirlash oson bo'lishi uchun. Bovaydan buju Shipping linear layout. Endi men ma'no xoslikdan o'rnini ustidan o'ttirga to'g'irlab qo'yay. Endi bu tekstga linear layoutning kengligini etiktalab chiqsin. Mana butun chiqdi. Agar biz mana astiga to'g'irlamoqchi bo'lsak, mana ustiga yana bizning tahrirlashimiz oson bo'lishi uchun men shunday qilyapman. Yana linear layoutdan birini qo'shdim. Yerdan linear layoutning layout top margini astiga to'g'irlay buni. Beş yüz qilib qo'yay. Cho'ngib ketibdi. %80 qilyapti. Yana cho'ngib qolibdi bu. %30 qilib qo'yay. Astiga chaptirib chiqdi. O'ttirga biz xohlagancha mazmun qo'ysak bo'laveradi. Endi Mayaning texnik rasm qo'shmoqchi bo'lsak, bu yerdan yana background. Bu yerdan tupen. Biz bu yerdan mening icon rasmini kirgizib baqla. Simbol rasmini mana. Kayni chiqdi. Bizning darsligimiz yaxshi bo'lsin.
Keyingi qismda darsimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.